32. Ögdilmiş Aliga ishik og'asining qandoq bo'lishi kerakligini aytadi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Ey Ali, huzur halovatda esen yasha, ey xushbe'il. Ishik og'asi nihoyatda sodiq bo'lishi, jon tini bilan xizmatga berilishi kerak. Qorong'u tunni ishikda yo'ritishi, yo'riq kunnimi ishikda paturishi kerak. Qonun qoidalarni bilib xizmat qilishi, bütün qiliq harakatlari muloyim bo'lishi lozim. Non tuzni kangri tutishi, o'zi bek sexiy bo'lishi, kumush va oltin berib xizmatchilarni to'plashi lozim. Kechilik qorovullik vaqtida o'zi yetishdan burun hamma kishining navbatchilik o'rnini ko'rsatib berishi kerak. Notonush yotlar bo'lsa so'rash kerak. Kim hushyorroq bo'lsa yeniga tortishi kerak. Orada ishikini ko'zdan kechirib bekitgandan keyin shu kunning barliq ishlari tugagan bo'ladi. Yana atigan turib orada ishini boshlashi, kechidimi, atigandimi navbatchilarni tavratmasligi kerak. Qabul vaqti bo'lganda xizmatchilarni xili bo'yicha to'plab, ularning oldida o'zi alik huzuriga kirishi kerak. O'zi ko'rinibli chiqishi, ko'p turmasligi, ishikda o'z o'rniga boshqa bir odamni qo'yishi lozim. Xizmatchilar o'z xili bo'yicha kirib ko'rinish berganda, yaraydigan yoki yaramaydiganlarni ko'zdan kechirish lozim. Agar huzurga kirishning yo'li etilsa, ishik og'asi xizmatchilarning vakili sifatida kirishi kerak. Xizmatchilar iltimos qilsa, talab qo'ysa, hojatmand kishiga yor yo'lak bo'lishi kerak. Ularga oltin kumush in'om qilishi, ba'zilariga nom, unvon, ba'zilariga vazifa berishi kerak. Tirishib, so'yib xizmat qiladigan sodiq kim? Xizmat qilmay bekor yuradigan kim? Yaraydig'ini qaysi? Foydali qaysi? Bo'ladig'ini qaysi? Qobiliyatli kim? Hammasini begiga bir-birlab xabar qilishi, aniq ayirib berishi va ularni o'stirishi kerak. Huzurdan chiqqanda yaxshi yorliq yetkazishi, xizmatchilarning ko'nglini shundoq isitishi kerak. Saroyda o'ltiradigan, turadigan yerlarni tayyorlashi, hammaga o'rin tuzilishi, birasimi sirti qammasligi kerak. Chatdan kelgan yot kishilarni kutib olishi, yo'ldosh, do'st tutilganlarni hurmatlashi kerak. Dasturxon raslanib, osh tomoq kirsa, uni ko'zdan kechirishi, loyiq bo'lmaganlarni cheklashi kerak. Shirni chiqarganda tekshirib nazorat qilishi, yo'l bo'yi uningga qo'l tegmasligi kerak. Saroydan osh taom eshib chiqqanda bagning nazari tushgan taomni tang ulashtirib berishi lozim. Taomlarni necha kishiga berish kerakligini mo'lcharlashi, ichkari va tashqaridagilarning birasini qoldirmasligi kerak. Baglarning shuhratini ikki narsa yuqori ko'taradi. Ishkida to'g'i, to'rida dasturxoni. Yana shu ikki narsa saroyning ko'rkidurki, bular bagning nomini yuksaldirib, baxtga yo'l ochadi. Biri erkin kishi bo'lgan ulug' hojib bo'lsa, yana biri yaromliq ishik og'asi. Bu ikki kishi bilan saroy ro'naq topadi. Bagning nomi va ulug'ligi atrofga yeyiladi. Ishik og'asi soqi, to'shakchi, oshpazga va tug'chilarga ko'z quloq bo'lishi lozim. Yana qushchi, ovchi va o'qyochini har kuni saroyda tayyor tutishi kerak. U uyiga manganda chavandoz yordamchilarini o'zi bilan birga elib osh berishi kerak. Yegizib, ishkizib qo'shiqini to'yg'izishi, quruq qaytirmasligi, o'zida borini berishi kerak. O'ziga bir ot, bir to'n va qoral bo'lsa kifoya deb bilsa, qog'inini ulashtirib, o'zi azroq olsa bas. Yot musofir kishi xizmatga kelgan bo'lsa, ularni kutib olishi, yotoq va ish berishi kerak. Huzurga ko'ringicha avval uningga qarishi, yemak-ichmaki, o'rni, eti ham to'nidan xabar elishi kerak. Yana xizmatchilarning holini so'rab turishi, osh to'qligi va kiyim-kechaklarga ko'ngil bo'lishi kerak.
qo'li qisqiliqdan muhtoj bo'lganlar bo'lsa, ehtiyojini qamdab, haqqini berish kerak. Kim bo'lmasin, birasi sarayga kelmasa, nima bo'lganligini so'rab surishtirish lozim. Agar og'riq bo'lsa, hol so'rash kerak. Bekor talab qilgan bo'lsa, tanbih berish kerak. Bularning hammasi bakka sodiqlikdir. Bagning so'yinchini tilab qilinadigan ishchanlikdir. Xizmat qilgan ham xizmati bilan bag oldida qadrlik bo'lgan kishi nima deydi? Angla. Xizmatchi begiga sodiq bo'lishi kerak. Sodiq deyilguchi ishchan bo'lishi kerak. İşcan, mehribon, sodiq qulning xizmati baylikning asosini kundan kunga mustahkamlaydi. U sodiq bo'lib, o'z foydasini ko'zlamaydi. Yaxshilik tilab, har kuni bag manfaatini istaydi. Ozg'on foyda yetkazsa, men uning quliman. Gul chechak ziyonliq bo'ladigan yiltizini kesaman. Köyimsiz asqatmas o'g'ildan ko'ra, sodiq köyimchan xizmatchining foydasi afzal. Foydasiz naf bermas qarindishing bo'lsa, uni tashla. Foydaliq odash tut, foydasini ko'rib to'y. Tilni yumshoq tutish, so'zni shirin qilish kerak. O'zini kamtar tutishi, ochiq chiroy bo'lishi lozim. Surin chiroy, ochiq so'z kishini sovutadi. Buning ta'siri ömür bo'yi ketmaydi, ko'nglida qoladi. Buningga taqlid qilingan munu beytni o'qi. So'zi bilan ma'nosini tushunishlik bo'ladi. İnson so'zi bilan so'kib, tili bilan azor bersa, bu so'ngakka og'riq, ko'ngilga o't bo'ladi. Urilgan qamchining yarisi saqiydi. Tezli putib ketadi. Til bilan so'ksa, og'riqi yillar bo'yi qoladi. Agar bagla jangga yoki qush oviga, chavgan o'ynashga yoki elni ko'rishga atlangan bo'lsa, bu yerda bagni bakma diqqat bilan ko'zatish kerakki, bağın yerida beshig'i behuda falokat kelmasin. Agar baglar falokatga peshkanlik uchraydi deyilsa, ovda, qush selishda, safar ustida uchraydi. Ishonchsizlar bor bo'lsa, ularni yiroqlashtirish kerak. Gumonliqlar bor bo'lsa, ulardan hushyor bo'lish lozim. İşençlik, to'g'ri, mehribon va sodiq kishilar bakka yaqin yurib, uning beshini qo'g'dishi lozim. Qo'shin qo'mondoni muhofizatchi saflarini tuzadigan abchillarni to'plab, ishni oxiriga yetkazishi lozim. Kichik mansabdagilar cho'nglarning orasiga kirmasligi, yiroqda sirtda yurguchilar yaqin yo'lamasligi lozim. Har kimning saraydagi o'rni qandoq bo'lsa, safardimi shundoq bo'lishi kerak, ey ulug'. Ishq og'asining sodiqligi mushundoq bo'lishi kerak, ey saxiy hukmdor. Begining menini yeb ishini qiladigan ishq og'asi ana shundoq bo'lishi kerak. Bularni men so'zladim, alik angladi. Agar komil kishini tanlasang, bilimni ish qilsal. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik aytdi, buni aniq uqdim. Manga tegishlik bo'lgan yana bir so'zni aytib ba. Shubhisiz bilasanki, jahon baglari eldan elga elchi avatidi. Manga bir muhim so'zni aytib, yana bir bilim ba. Bag bir eldan yana bir elga elchi avatidi ekan, baglar uninga ishinib avatish uchun elchi bo'g'uchining o'lchimi qandoq bo'ladi?